من عدالتی من کمین عقلی منم آنسم دالر منی باشی زن عشقی میگه
yig'lamang jonidan. Toji, labbay. Kiyimini o'zgartir. Xo'p bo'ladi. Doğru. Norma. Haydi biraz sabır kız. Kishi qo'ydirsangiz bo'lmaydimi? Sizdan ortiq qanday kishi qo'ydiraman? Men sovchi deyman. Ikki dunyoda ular menga bermaydi. Ha? Bilasiz, ikkita xotinim bor. Ikkita kundoshni ustiga kuyov ko'rmagan qizni har qanday ota-ona bermaydi albatta. Ikkilamchi uni akasidan otishgan, meni kimligim hammaga ma'lum. Uchlamchi ular bizga nisbatan boyroq odamlar. Xullas, o'smoqchilar meni mazaq qilmang-ku. Gapni ishkal kushodini gapiravering aya. Nima qilasiz? O'zi o'lishimga bir baxya qolib turibdi. Qadariga la'nat qaranjini. Qayoqdan ham shu pes yopinib suqmozorga bordim-ku, shu baloga giriftor bo'ldim. Xirsiz qiziqsiz. Biroz sabr qiling. Kiyov-piyovga chiqsin. Bir oy yarim oy o'tsin. Undan keyin asta-asta qashlab ishga solaylik-da. Hozirda u ko'z ochmagan qiz bolani men sizga qanday ro'para qilaman? Azim karvonga ro'para qilib yegan tanbihim yetar. Pok Sibirga jo'navdim. Xudo xayrini bersin shu zamonni amaldorlar. Har biriga birda yarim ro'para qilib hamda pulni kuchi bilan arang qoldi. Koshki siz munda zalvorli, qimtinib o'tiradigan yigitlardan bo'lsangiz. Sizniki doim bor-baraka top. Och bo'ridek tikka tashlaysiz. Bir oy, yarim oy. Ayajon, bir kun, yarim kunni gapiring. Bir arzimiz bor-da, ya. Ular katta dargoh, inim, hazilni ko'tarmaydi. Bir beva bechorani qizi bo'lsa ham ko'rgaydi. Nima? Shohi bormi? Albatta. Albatta. Hech narsasi bo'lmaganda ham pulini kuchi bor. Osonmi ular bilan kurashmoq? Keling aya. Hammaga siparish qilsangiz ham menga savdoni ochiq qilavering. Bu ish siz belvoy yechmasdan bitadi. Hammaga qorong'i bo'lsa ham menga ayon-ku aya.
Men uchun bir marta aziyat cheksangiz chekibsiz ayajon. Ha, olibdi yigit. Qizni huzurini siz ko'rib olma anoriga biz o'yinga tushamizmi? Mayda gap qo'ying aya. Hammaga hunar bo'lsa sizga meros bor. Sizni tor ko'changizni shayton qanqiydi. Sog'in tarang qilmang-ku, narxini gapiravering. Aytdim-ku, yaxshi yigit, biroz sabr qiling. Kuyovga chiqsin. Undan keyin bir oy desangiz ham qo'yningizga qo'shib yo'rgaylab qo'yay. Yo'q. Sizning niyatingiz boshqa. Bo'lmasa bu ish sizga hech og'irlik joyi yo'q. Aya, og'zingizni siqqani oling-ku, ko'rish ishorasini ko'ring. Nima bo'ldi? Pisanda qiladigan bo'lsak, biz bu ko'chalarga kirmasdik. Biz bu ko'chalarda ko'ngil gadosi bo'lib yuribmiz. Xotin qilib ko'l olmagandan keyin uzoq vaqt oshnachilikni o'ylab ish qilish kerak. Agarda juda ham qo'yningiz qiz tilayotgan bo'lsa, Toji, Labbay. olib chiq. Xo'p. Undan chiroylirog'ini ham, ana. Qarigan sari joningizga isitma kiryaptimi, aya? Shu topda yuragim pista po'choqchi ham andishiga bormaydi. Mol uyalda tursin, jon ketguncha boraman. Murodi yetmagan yigitni qora yerga kirgani yaxshi. Meni 5 kunlik kunimni ham ko'p ko'rasizlarmi? Yo'q. Yana birini aytaymi? Agar sizga biror narsa bo'ladigan bo'lsa, 25ni boshlamagan nomardni butun xotin ushtala bo'lsin. Aya, bilasiz-ku, bu ko'cha kimlarni kafanga qilmaydi, kimlarni yosh jondan chido qilmaydi. Man degan ajdaholarni ko'kragidan ne qiz juvonlarni ilma qilgan Mastura aya. Endi bitta anchaki qizga kelganda bezgaymanda o'tirguncha belvonni yechib qo'ysan. Yigit Quruq qochirimga bu belvolar yeshilmaydi. Ikki dunyoni sotib bu belvoni olganmiz. Biz maydonda qolamiz. Siz chekalakka urarsiz. Sizni belvog'ingizga 40 kunlik shoypalarni kuch yetmasmikin? Yetmaganiga jonlarimiz. Vasiqali movoziga shoftali qoqib olib yeysizda jonida. Aya, meni jo'ratmangu urangizni kesavering. Og'zingizni siqqan 3 kun ichida laqqa jigarday qilib qanoringizni ilib qo'yaman. Xo'p jonda. Xo'p. Bugun kechqurun pochchangiz bilan maslahatlashib javobini ertaga olib qo'yay. Hali ham maslahat bitgan yo'qmi? Mozi bilan saqchimi bu? Bu ishlar o'limni ko'lagasida bitadi. Har kasbning ham o'ziga yarasha silsilasi bor. O'sha silsilangizni menga qilmang-ku. Ertadan boshlab etak qayerib ishga kirishing. Mana xamir uchidan patir. Nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi? Kir ichkariga. Kir dedim. Xamir uchidan patir. Qani. Sizga kushoyish, menga omad bilan ishonch yor bo'lsin. Bir yo'liq fotiha bering aya, keling. Fotihani ham ertaga beray. Bugunchalik fotiha berib turing, ertaga ham berasiz. Uyalib qolmay deyman-da. Nima bo'lsa peshonamdan ko'rdim. Qani kel. Ey bo'lmasa qani ilohi amin. Amin. Azizlar yor pirlar madadkor bo'lib suyganingizga gul yor bo'lsin. Alloh. Aytganingiz kelsin aya. Allohu akbar. O'tiring.
Gapni ovora bo'lib choy ham esga kelmabdi. Shtobda ko'z yoshdan boshqa narsa tomog'imdan o'tmaydi ya. To'laxonga yetmaguncha butun xotin zoti endi menga harom. Choyni xudo xolasa To'laxon bilan birga ichamiz-da ya. Nasib. Xo'p. Men boray, ertaga bozor. Savdogar bo'lib ketibsizmi? Savdogar bo'lmasak bizga qaramasalaring. Opa ya. Borib damizni oling jondan. Sadaqa balani. Bo'ldi, o'chir. Suv. Berib yuborishdi. Norboyevachcha keldimi? Keldi. Juvon so'xta Norboyevachchaning muncha ham iqboli baland ekan. Hamma yoqda shuni hasratiya. Hamidxonning xotini tunov kuni yig'layversa, meni ham yuragim ezilib rosa yig'labman. Bir balosi bor deyman ha. Ha, ba'zi yigitlarni shunaqangi mehri jiyoli qilib yaratar ekanda. Axir pochchang ham shunaqa edi-da. O'zi kunu bo'lsa ham bir ko'rib gaplashganimdan keyin o'ldim, qoldim. Noiloj tegdim. Bo'lmasa avvalgi erim kesgan gulday so'zlari bulbuldek edi-yu, ko'zimga pashshacha ko'rinmadi qoldi. Axir uni buni bahona qilib chiqdim-u, bunga tegdim. Mana endi gunohlarga botib o'tiribman. Aya. Nimaga ekan? Noumid shayton. Xudoyimning bir daryosi g'azab bo'lsa, ming daryosi rahmat. Bir tomchisi siz bilan mendaylarning tuman-tumaniga yetib ortadi. Aslan disha qilib o'tirish kerak emas aya. Bu bir siz bilan mengagina bo'libdi deysizmi? Dunyoni bir cheti shunday bo'lib kelgan. O'shanday payg'ambarlardan Yusuf, Zulayxo-yu Layli Majnunlar nima bo'ldi? Tuman gunoh savoblarning bir pulchalik qiymati yo'q. Ol qilim desa bo'ldi-da. Shundoq-u bir boshimga shu yer yutkiru deb behisob yosh kelinchaklarni yo'ldan chiqardim. O'nga yetib beva bechoralarning qizini xarob qildim va pulini shu falokatni beriga tuydim. Bir oyog'i go'rday-yu hali ham paranji yopinib xotin qiz axtaradi. Sut bilan kirgan jon bilan chiqadi aya. Ana, o'lmas qoridan xabaringiz bormi? Paranji dedingiz esimga tushdi. Ayo, aytganday ne chorshanba kuni o'tirishga kelmadi? Voy, eshitmadingizmi? Yo'q. Do'ppi bozoriga Asadulla boyvachchani qallig'ini ko'rgani ketib turgan ekan. Kovushidan tanib tashitmadi paranjisini. Qamashibdimi? Qayoqda? Biror narsa bergan shekilli, hazil qiluvdim deb qutulibdi yergina yutkur. Sen qayerdan bila qolding? Eshonpochchamning kichik xotinlari xonayim borlar-u, o'lmas qoriga eltib bergin deb do'ppi ro'mol beruvdilar.
Olib borsam, qorining o'zlari aytib berdilar. Yana nima deydi deng? Mastura oyga duo deng deydi. Duoing boshingda qolsin dedim ichimda. Astagfirullah, Xudojonim o'zing kechirgin, Xudojonim o'zing kechirgin. Bismillahirrohmanirrohim. O'limdan xabarim bor, xabar yo'qqa bor. Bismillah. Ana uni nima qildik? Norboyevcha juda ham tiqilinch chiqib ketdi-ku. Hayronman aya. Odam ham kirgizmay, ko'chaga ham chiqarishmay qo'yishibdi. Sovchi ustiga sovchi, sovchi ustiga sovchimish. Ha. Ovimizga endi barar bo'pti-da. Nega? Mushkul bo'libdi deng aya. Xotinni sinasang, o'ynashini sanama. Dono so'zini nodon ko'zini tergaydi deydilar. Bir gap ham bor-ku, oshiq bilan o'ynashsang, oshig'ingga o't tushar. Ma'shuq bilan o'ynashsang, qoshingda tutlar pishar. Ha, aytganingizdek, jonivorning go'rkovchisi, nafsning tergovchisi bo'ladimi, aya? Har kimni o'ziga insof bersin-da. Mana meni qo'limdan 500 ga yetib xufiyasi, satangi aka-bachchalari chiqdi. 20 ga yetib har yurtdan qiz qochirdim. Hammasi zo'rlik bilan erga tegib, ko'ngilsiz bo'lganlar. Yaxshi ko'rganlar bilan o'ynashganlar. Hozirda yurtimizni yarimidan ko'pi aka-bachchalik bo'lsa, qolgani sataydik. To'ppa to'g'ri, aya. Nima qilsin? Yaxshi ko'rganiga tegmagandan keyin noiloj xilvat topib o'ynashadi. Aka-bachchalik, sataylik bilan o'zini yupatadi-da. Yo qunduzday yigitlarni chimmatning orqasidagi ko'z ko'rmaydimi? Voy, o'libdimi ko'rmay, ko'radi aya, ko'radi. Ko'radi. Shunday bo'lgandan keyin xotin qizda hech qanday gunoh yo'q. Xo'p qiladi, ajab qiladi. Kim andijonlik kamamon. Aya. Norboyevcha ko'rinmadimi? Yo'q-a. Aya. Kamiga qarzdormiz. Ya. Damizoring boyvacha. Ukam. Andijonlik ukam yor. Esani shahlo ko'zing Qani gapir, nima qildik? Aya, To'laxonni risolat degan qo'shnisi bor ekan. O'sha risolatni bir amallab ko'ndiraman. Kirchilaringizni yuvib beray. Qotgan nonlaringiz bo'lsa bering deydi. Ertasiga borib kirchilarni yuvib turib, qiz bilan yaxshigina gaplashadi. Unga chorshanba kuni buvingiz Ko'kto'nlik mozorga ketganda bir ilojini topib sevgilingiz Rustamбек bilan uchrashing, toqatim tog' bo'ldi. Meni tezda bu yerdan olib qochib keting degan gapni o'rgatadi. Tuzuk qo'y. Aya, lekin men bir narsaga hayronman. Axir Uzormandani otasi yurtimizning 4 tadan bittasi bo'lgandan keyin uni qanday qilib bilintirmay saranjomlaymiz? Sen bunaqangi xom o'ylama. Yomon kunga ish qolmasin. Qiyni bir kecha olib qolguncha. Ja, bo'lmasa bir to'pponcha, bir miltoni ko'zdan o'tkazib qo'ydingmi, munkar nakirga ham sira aytmaydigan bo'lib ko'rsatgan tomoningga yo'rg'alayveradi. Bizniki yo ol xudo, yo ber xudo-da. Unday bo'lsa-ku, go'rgaya. Aytganingizdek ko'nikuncha-da, aya, har nima bo'lsa ham o'zimizdan o'tgan-u. Ammo gap joyini boplashdi. Voy, joy topilmay qolarmidi? Mana joy. Go'rda deysanmi? Bu uyga emas 7 mahalla narisiga ham yaqinlashtirmasman. Ikki o'rtada bo'ynimga tushib qolsinmi? Bo'lmasam Norboyevachani o'zini uyda bo'la qolsin. Har balo bo'lsa o'ziga urar. U ham bo'lmaydi. Biz buni yo'l urug'ini
Sudlardan so'rab o'zimiz ham yarim yalpi sud bo'lib qolganmiz. Pochcha uzoyil. 200 so'mni sudga berib zakon o'rganib keldi. Xo'sh. Qizi qo'shganda xoh qizni uyida bo'lsin, xoh yigitni uyida bo'lsin, ushlasalar bizni ko'rsatsa bizni aybdor qilishi mumkin ekan. Shuning uchun 3 yildan baqi har kim hovlisida qo'shib beramiz. Joyni ko'rsata olmagandan keyin bizni ham ko'rsata olmaydi. Joy egasini ham ko'rsata olmaydi. Qo'shilgan kishini-ku ikki dunyoda ham ko'rsata olmaydi. Hay mayli. Bu bilan o'zim shug'ullanaman. Ammo sen risolat bilan ishni puxta qil. Xotirjam bo'ling, aya. Xotirjam bo'ling. O'zi ham qiz o'lmagur. Qizmisan, qiz bo'pti-da. Tunov-ku mozor boshida shuncha ming qiz juvonni ichida oydek balqib turibdi-da. Nimasini aytasiz, aya? Oshiq hadisda 70 ga kirgan hazratimning ham ko'zlari shoh soqqadek o'ynab ketdi. Butun to'rabachalar paranji yopinib shuni tomosha qilishgan bo'lishdi, aya. Ishqiboz yigitlar bir bazmiga xonimonni barbod qiladi-da. Ha, Xudo yorlaqasa bo'lganimiz bo'ldik. Keling, pochcha. Qoch, narsa. Xo'sh, xotinjon, Norbobochi keldimi? Keldi. 50 so'm ko'rmana deb 50 so'm tashab ketib, 200 og'iz bosh baysab ketdi. Shol qo'yamni, ertaga sotaman, endi pulimni olaman, falon tugun deb bayti g'azal o'qib ketdi. Bayti g'azal puli borda bo'ladi. Puli yo'qda taxtagacham bo'lmaydi. Bo'ldi, qiling. O'sha qizni qo'lga tushirsang bo'ldi. Shundan gapir. Men fahmlab keldim. Norboyevachini bir kunlik sholib qo'yasini 250 so'mga quloq qoqmay oladi. Ammo sen sizora bo'lgan. Nima deng, ha? Norboza bilan. Meni qo'ysiz. Yo, nima deng? Nima deng? Masqaringizni yig'ishtiring. Borda. Katta ish bu. Hukumatni baloyi azmiga qolib o'tirmaylik. Hukumating nimasi? Ya. Hukumat esingizdan chiqdimi? Voy jinni, hali ham esing kirmaydi ya. Ha, ish o'zi laqab olib qo'yapti-ku, bo'lsa-da hukumatga balo bormi? Yo, yurtda hukumat bormi? Mana yurtda hukumat. Mana gubernator yu, hokimi, qo'rboshda tema. Pozmozcha. Mana ko'p kunduz kuni bitta kambag'al uyiga paranji yopinib kirib, 13 yashar qizini bulg'ab, o'ldirib, ko'mib turgan ustiga kirib tutdilar. Xo'sh, nima qildilar? 3 oygina qamab 200 so'mni shirqillatdilar-ku. O'zing qo'shib da'vo qilgansan, maslik bilan o'ldiribdi. Yana allanima balolarni to'qib, xullas o'ldirganga oq fotihani berib, qizni otasini 3 yilga kesdilar. Xo'sh, buni kim qildi? 200 so'm qildimi? Shuni ayting-a. Qo'rqoqni iymoni bormi, aya? Behsizlar tushlar ko'ryapman. Betahorat tushuna qarab oladi. Sen bilan men tushimizni qo'l teskarisiga jo'nalaylik. Ha? Agar shu xislatli bo'lsin desang, yotar oldan yarimta parimda zo'rmondadan yutib. Hamma xislatlar tushunga kira oladi. Ana xolos, jo'rovchi ham o'zingizdan yo'q. Ya, sen buni bilmaysan. Gap tushishda emas. Gap bundaki, bu harom xarishdan 5-10 so'm pul to'plaganki, oxir chog'imda Makka va Madinaga hajga boraman deb. O'sha pulni bormas bor xolos. Koshku ham berdi bo'lsa, bankada tag'in. Endi harom xarchi bo'ladi. Yo'q. Sakradorning puli emas. Kim to'plagan? Sizni qora bo'lgan bu ko'zimni, yuzlarimni baytullohga. Sizni deb qora bo'lgan bu yuzimni baytullohga surkamay o'lsam, ro'zi qiyomatda qanday bosh ko'targan? Ha, men borman-ku, muncha tafsiq qilurmasang, er rozi, Xudo rozi deganlar. Sizni boshqa ursin. O'g'il otaga, qiz onaga boqmaydigan joyda Mirzarayim pocha qaydalar deb xo'p odamini aqtarar ekanman-da. Ayni zarur bo'lganiga aqtarasiz-da. Bo'ldi, ishdan gaplashaylik. Bo'ladigan bo'lsa, bu ish chorshanbagacha bo'lishi kerak. Norboyevacha chorshanbagacha sholib poyasini sotib ulguradimi? Voy. Ajab qiz bo'lsanda. Bugun chorshanbaga yana bir hafta bor.
Biri buki, Norboyvachchaning moli ot ustida sotiladi. Bugun borib mana chorshanba daragini eshitgandan keyinmi? Sut teganiga qo'l qoqaveradi. Bo'ldi endi sen, parva qilmaylik. Bo'l, gapirgin endi. Ishdan gapir. Gapir Guljon, gapir. Aya 100 marta gapiraveraman. Necha marta aytdi? Gapir. Voy, ha, To'laxonni Risolat degan qo'shnisi bor ekan. O'sha Risolatni bir amallab ko'ndiraman. Kirchilaringizni yuvib beray, qotgan nonlaringiz bo'lsa bering deydi. Ertasiga borib kirchilarni yuvib turib, qiz bilan yaxshigina gaplashadi. Unga chorshanba kuni buvingiz Ko'ktonlik mozorga ketganda bir ilojini topib sevgilingiz Rustanbek bilan uchrashing, toqatim tog' bo'ldi. Meni tezda bu yerdan olib qochib keting degan gapni o'rgatadi. Ya shoshma. Shu Rustanbek bilan ikkalasi qanaqa qilib gaplashib yurar ekan, bilasanmi? Aka, bu ishni bo'yniga olgan odam qovurig'ini chala qo'yarmidi? Xat orqali gaplashishar ekanda. Ya! Ha? Ikkalasi ham xat biladi. Yo'q, qiz xat bilmaydi, Rustanbekni o'zi bilar ekan. Qiz kimga yozar ekan? Ko'pincha o'sha qo'shnisi Risolat yozib beradi shekilli. Bo'ldi, o'zing kirasan. Ko'rdingmi? Odam ham kirgizmay, ko'chaga ham chiqarishmay qo'yishibdi. Shuning uchun kir yuvishni bahona qilib qo'shnisi Risolatni kirgizaman deyapman-ku. Ya! Mahallasiga sirboy berib qo'yasan, ayronbosh. Seni qiladigan ishingni qil, hali g'o'ra tushgan sho'rvaga o'xshaydi. Nari uravermang. Men ham kalla deb qovoq ko'tarib yurganim yo'q. Xo'p, bo'pti. Gapir. Rustanbekni tilidan holvachining teshasidagina kaltagina xat qilsak. O'lgur o'sha Risolatni taxtaga olib qarasan, To'laxon bilan Rustanbekni orasida ozgina elchiligi bor ekanda. Bu o'lgur solay. Bo'ldi, men bunday qilaman. Rustanbekni tilidan bir xat yozdiramanki, ya'ni ko'rishish bilan ish pishmaydi, ko'rishamiz deb yana bundan battar qo'rqinga qolmasdan, chorshanba kuni shomdan keyin to'ppa-to'g'ri falon joyda bir ayol sizni poylab, bu yoqqa boshlab keladi. Tamam. Ana, shu xat bilan ish gumbur. Ungacha Rustanbekdan xat kirib qolsa nima bo'ladi? Ya. Rustanbekni bunga topshirasan. Bugun borib Rustanbekni topadi-yu, endi bundan buyon xatni boshqa odamdan yubormasdan menga berar ekansiz. Ota-onasi fahmlab qopti deydi, vassalom. Xatni bu yoqqa olib kelaveradi. Mazmuniga qarab turib biz ham bu yoqni do'qonlataveramiz. Joyni nima qilasiz? Joyni. Shunday pirxonani qo'yib boshqa joyni nima qilasan? Qo'ying, pirxonangiz qursin. Unaqa dema. Pirxonani kopri bo'lasan. Shu safargisi boshqa joyda bo'lsin. Bir an keldimi? Kelmaysan. Bo'pti. O'sha kuni quyonni hovlisini arzonga ijaraga olib beraman. Nima balo kelsa, mana bu ulug' balog'ordonga havola qilamiz. Tamom, vassalom. Bizning kunlarimizdan qimorvozligidan tavakkal yo'q. Yo ol xudo, yo ber xudo. Chigirtkadan qo'rqqan bo'day ekadimi? Nima deyga Guljon? Aka, yuraksizning uyi kuraksiz bo'lar ekanmi? O'ychi o'yiga yetguncha tavakkalchi uyiga yetibdi. Iymoning komil bo'lgandan keyin Xudodan qo'rqma deydilar-ku. Katta ish bu, katta ish. Oyog'im tortmayapti. Xudo urdimi, aya? Bo'ldi-ku, yana nimasi bor? Yo'q, Guljon. Voyga. Xatni men yozib kelaman. Rustanbekka sen uchraysan. O'sha kuni hali o'zing bilgan Gado To'qmas ko'chalar bilan to'ppa-to'g'ri Esonqulli hovlisiga olib kirasan, tamom, assalom. Ha? Ma. Senga 5 so'm. Juda kam. Jinday qo'shdi. O'zi kam. Bugundan boshqa anavi ko'rganlarni kekirdagini ham o'ylab turmasak bo'lmaydi. Ke qo'y. O'da, shun fotiha qilaylik bo'lmasa qani? Ha? Qani fotiha qil. Amin. Arvohlar yor, pirlar madadkor bo'lib, ovimiz baroridan kelsin. Allohu akbar. Qarqaray!
ijobat bori to'g'ri qorasiga tegdi deyaver. Xususan seni. Voy, azizlik qildilar, tavba qildim aka. Hazil ham shunaqa bo'ladi-ya, tavba. Xudoyim. Men endi nima qilaman? Nima bo'lardiki bir kambag'alning qizi bo'lib tug'ilsam, yoki dunyoga kelmagan bo'lsam, yoki Rustambekni ko'rgan ko'zlarim to'g'risi ko'r bo'lsa edi. Sevganiga tekkanlarning baxti qanday baxt ekan-a? Koshki taqdir degan bandaning o'z ixtiyoriga berilgan bo'lsa. Temirchi bo'lsin, ko'mirchi bo'lsin, to'rt devorning orasida ko'ngil qo'ygan odaming bo'lsin ekan. Tag'in uning tutanoq dardi buni ustiga ortiqcha. Yo'q. Yo'q. Men ham Kumushxondek bir zo'r beraman-da, o'zimni Rustambekning yoniga olaman, qo'yaman. Bolasidan kechgan hech kim yo'q. Ota-onamning ko'nglini bir kun bo'lmasa bir kun toparman axir. Tanamning jarohati bir yilda tuzalmasa 10 yilda tuzalar. Yuragimning jarohati o'lganda tuzalarmidi? Hay. To'laxon. Mana bu sarpolar. Ataylab senga olib kelishibdi, o'tirgili. Qaragin. Qara. Sarpalar boshida qolsin. Demak, bundan chiqdi rozmas ekansan-da, a? Ikki dunyoda xolacha. To'laxon. Hay. Voy, shoshma. Hay, bu nima qiliq? Opa? Bu yoqqa chiq. Sarpalaringiz boshiga uradimi, bu yoqqa chiqing. Ha? Tinchlikmi? Qizingiz eshikning ichidan bekitib oldi. O'lmasam nimaga berkitar ekan? Hammangiz o'zingizda kecha kunduz oldingizda turib xabaringiz yo'q. Erkak qizim, falon qizim o'ksmasin deb suqmazorga, ochiq mozorga yetaklab yurganingizdan keyin endi huzurini ko'rasiz-da. Karvoni tuyasidek bo'y yetgan qizni jangir-jingir qilib ko'chalarda yo'lga qilaverganingizdan keyin sog' qoladimi? Aman yar. Seni şahlo ko'zingday. Ular rozimi? Hozir bolam, hozir o'zingiz bos. O'zim. Jiyan. Hop. Jiyan. Hozir. O'tirib boring. Yana o'zim gaplashsammikin? Gaplashib ko'ring. To'laxon, och bolam, eshikni och. Voy, bo'yingdan o'rgilsin xolang. Bu bir seni boshingda bo'lib turgan gap emas-ku, o'rgilik. Hamma qizi boshida bir kunmas bir kun bo'ladigan savdo bu. Nima deysan, a? Hay, opalaringni qaragin. Hammasi ham ota-onangni so'zini olib, o'zlaridan tinib o'tirishibdi. Sen ham ota-onangni roziligini olgin, jon bolam. Xo'p deysanmi? Hay,
jon bolam, senga nima bo'ldi o'zi? Sendan yoshgina qizlar uyli-joyli bo'lib ketishdi. Ha, teng to'shingning ichida ayb emasmi, jon bolam? Alhamdulillah, bo'ying kamolga yetdi. Ayni uyli-joyli bo'ladigan chog'ing keldi. O'ynab kulib javob qilgin, jon bolam. Xayrli ishni boshlaylik. Aha. Nima shovqin? Hamma illat o'zingizda. Hamma illat o'zingizda. Ovozingni o'chir. Nima deydi? Nima derdi? Bu zamonning bolasiga gap ma'qulmi? Shuni aytadi-da, o'g'ilni erkalasang yag'riningga, qizni erkalasang burningga tepadi deb. Tillo qizim, lillo qizim deb shapshaq qildingiz, qo'ydingiz. O'sha paytlar xo'p zamonida kuyovga berib olganimizda. Mana endi 17-18 ga kiruvdi, shunaqangi gaplar chiqaradigan bo'lib qoldi. Bayti g'azalni qo'y. Nima deydi? Tegmayman deydimi? Qaraqasga tegmayman desin. Yig'laydi xolos. O'sha yig'lagani tegmayman degani emasmi? Bo'lmasamchi. Pochcha. Siz borib pichadamingizni olib turing. Men o'zim yana gaplashib ko'raman. Voy. Hay To'laxon. 1 soatdan beri meni jo'ratasan, ha? Ming aylansang ham o'sha bitta gapdir. Yo, o'zingni bir muddaoying bormi? Ha, muddaoy bo'lsa aytib qo'ya qolgin. Men xolayman. Xolayim bo'lgandan keyin men o'rnidaman. Ha, menga aytmasang kimga aytasan, jon bolam? Ha? Meni aytganim bo'larmidi? Hay jon bolam. Voy, ha koshki seni aytganing bizni aytganimizcha bo'lsa. Qo'y, o'shanday kambag'allarni yuzi qursin. Bir ko'rgan kun tog'ayni kunimi? Undan ikkinchiroq. Yo bir sevib tekkan kumushxonmi? Boshing aylanib bir kirib qolsang bormi? G'am u hasrati qulog'ingni qoqib qo'lingga beradi. Voy, qon qaqshab yig'laganga Xudoning rahmi kelsin. Ha, sen bo'lsang yurt qizlarini ichida oy desa oy, kun desa kundaysan, jon bolam. Menga qara, sen har kimga ham munosib emassan. Qo'sha sevib berganga ep ko'rsin. Biz seni shunaqa odamga beraylikki, do'stlar shod, dushmanlar bedod bo'lib, ota-onangni, qavm qarindoshlaringni ham munda bir orzu armoni ushalsin, jon bolam. Umrda bir ko'radigan ish qizlarga bir martagina bo'ladi, jon bolam. Oy, To'la. Voy bolaginam. Hozir bo'ladi. Kirib turing. Dadamiz olib kirib turing. Bolam. Ay, To'laxon. Voy, keyingi pushaymonni ham o'ylaysanmi, a? Bunisi ham esingdan chiqmasinki, bir kuni xohlaganimga tegaman deb ko'z yoshlaring qon bo'lganda ota-onangning uyiga kelishni ham o'ylab qo'y. Undan keyin tushiga achchiqqa, quchog'ing to'sib qaylanadi, jon bolam. Boshing toshga tekkanda boradigan joyini o'ylashga birozgina aqling yetsa, o'ylab javob qilgin, jon bolam, o'ylab javob qilgin. Nima bo'lsam Xudodan ko'rdim. Voy, jon bolam. Xudodan umiding bormi? Umidsiz kim? Hay, Xudoni amriga bo'yin egasanmi, jon bolam? Bo'lmasamchi. Voy, bo'pti-da, jon bolam, bo'pti-da. Xudoni roziligi, ota-onangni roziligi, jon bolam. Meni beshanamga ota-onasi o'shanga bersin deb yozib qo'yibdimi, xolajon? Hay, unday kufr so'zlarni so'zlama. Ota-onasi yo'qlarga nima deb yozib qo'yibdi bo'lmasa? Unga ham bir narsa deb yozib qo'ygandir daxil. O'z kalomida xabar beribdiki, ota-onang rozi, men rozi. Qo'y boshqa gapni. Hali chiq bu yoqqa. Chiq dedim. Meni andisham shundaki, bu ham shodi falokatda qiziday qochib borib tegadigan bo'lmasin tag'in. O'lmasam. Bu qurmaguram shuni eshitib olgan desangizcha. Rahmatlik Matqovul So'ngarni qizi qochib borib suyganiga tekkani uchun xon ibrat uchun ikkalasini qo'rg'onni devorining tagiga yotqizib, qo'rg'onni devorini ag'dartirgan degandilar bu rahmatlik.
Kalla qursin gap topmay. U vaqtlar Musulmonobodni qaynagan chog'lar edi. Hozir Musulmonobod qoldi deysanmi? Xudo hammani tepa-esardan uryaptiki, bunday balolar chiqyapti-da. U vaqtlarda 24-25dagi yigit qizlar tuya mindi o'ynar edi. Hozir 8-9 yashar tirranchalar pichir o'pich kuyov o'ynaydi. Men qarzdorman. Xususan mana 2 marta veksilim protez bo'ldi. Hammasidan pok ayrildim. Shu qudamiz sabab bo'lib xalos topdim. Bir tomondan yurtning ulug'lari, hazratlaridan tortib vosita bo'lgan, xo'p deb qo'yganman, nomus kuch. Qudamiz iyakni qoqishga qarab qoldi. To'satdan pok deb o'lsa, axir hamma davlat shunga qoladi. Birgina yolg'iz o'g'il o'tdami, suvdami 5-6 kun ichida kuyovimiz ham o'lsa, keyin bo'lganimiz bo'ldik. Keyin o'zini xohlaganiga berarmiz. Esidan ham chiqib ketar. Axir men senga necha marotaba aytdim. Axir qizingni ko'chaga chiqarma, kuyovdan xabardor odamni uyga ham kirgizma, eshitmasin deb. Axir o'sha kuyovni tutanoq kasalni eshitib ko'ngilsiz bo'lib turgandir-da. Bu zamonning odamlar eshikni berkitsang tuynidan eshitgizishadi. Hoy jonim aka, bu yoqqa chiq. Eshityapsanmi, bu yoqqa chiq. Bizni bunaqa sharmandagarchilikka toqatimiz yo'q, eshityapsanmi? Bilasanmi, otang kim? Otang yurtni biri, kamida 500 joydan 9 olib to'n kiygan. Naqqoningdan charpak pishiramay, eshityapsanmi? Bas. Men roziman. Mayli. Chiqib javobini beraman. Lekin shunday qiling. Siz ham yurtni to'nini kiygansiz. Men ham chitrumolim o'raganman. Loqal to'yni 6sadan olishga rozi bo'ling. Bo'lmasa meni devolaga tashlab qo'ygan qizim yo'q. Sen nima deb o'tiribsan, xotin? Axir men dunyoyu oxiratimni shu qizingni ustiga qo'yib o'tiribman-ku. 10 tadan bermasinchi g'unajinimni qulog'ini ko'rarmikin? Bedavo o'g'liga kurday qizimni beraman-ku, yana 10 tadan berishga beli og'riydimi? Pochchi. Bundan so'ra o'tiramizmi? O'z qizimiz bo'lgandan keyin qo'l oyog'ini bog'lab beraveramiz-da. To'g'ri aytasan. Men uni yo'q deydiganiga qarab turadigan jonivordanmi? Go'shini sixga tortib, yog'ini sovungarga sotaman. Yusuf uydami? Ha, demasi. Yusuf. Turonina bu yoqqa chiq. Bu yoqqa chiq dedim senga. Men nima tashvishdaman-u? Sen ahvolingni qara. Qachon odam bo'lasanlar? Meni adoyi tamom qildilaring-ku. Bor. Derazadan tush. Eshikni och. Menmi? Ha! Sen! Bor! Yo'qol hammang! Shafqat qiling, akajon, shafqat qiling. Qani chiq tashqariga!
Akajon, men nima gunoh qildim? Muncha xo'rlaysizlar. Tug'ilmay o'lay. Hech kim rahm qilmaganda siz rahm qilsangiz bo'lmasmidi, aka? Bu kuningdan ko'ra o'lganing ham yaxshi edi. Otamizni bilasanmi kim? Otamiz sen o'ylagan ul Shodivoy maskey shaharma-shahar qanqib yursa. Mana uni ko'rib qo'y. G'ing desang qoningni shinnida ishimaman. Akajon, men nima gunoh qildim? Gunohi bo'lsa mayli o'ldiring. O'ldiring akajon, roziman. Biz beramiz degan odamga kelmayman deyishga qanday tiling bordi nomussiz? Qanday? Hech narsa deganim yo'q, akajon, hech narsa deganim yo'q. Mayli, singlim. Shariat bolalarni ota-onasiga sotib yuborishgacha haq bergan. Shu bugundan boshlab boshingdagi vasvasalarni unut. Bo'lmasa teringga somon tiqib ko'kto'lli mozorga o'zim eltib qo'yaman, o'zim. Bilasan, singlim. Yigit yalayni orasida so'zini bermay yurgan mushkulman. Agarda sen bilan biron gap bo'ladigan bo'lsa, xotin taloq qasam ichganman. Go'shingni nimta qilaman. Nimta. Gap shu. Ey Xudoyim! Uchib yurgan parrandachalik qurb manzarat bermas ekansan, nima uchun xotin-qizlarni yaratding, Xudoyim? Nima uchun yaratding? Shiyam dunyoga kelishmi? Shiyam kun ko'rishmi, Xudoyim? Sadaqa baloniya, tavba qazoni. Tavba qazoniga, sadaqa baloni. Sadaqa rati balon, bagol, yaquluna. Xolajon, men to'laxonman. Xolajon, mana ro'molchani Rustambekka berib qo'y. Xatni javobini kuting. Kuting, xolajon. Sadaqa baloniga, tavba qazoni. Tavba qazoniga, sadaqa baloni. Hammani kuydirasam, kuygan bu faqirlarni yana yondirasam. To 100 yilga davr shundoq turasam, yosh boshing bilan har joyda yolg'iz yurasam. Ming va'da qilib birga vafo qilmaganim kelvoy.
sen yoshgina erding hammoni sev yoshgina erding oq yuzli holdan qalam toshgina erding har yana borar chog'ima yo'ldoshgina erding mehr vafo ko'chasidan o'tmaganim kirvoy Nima qilay? Olib kelaymi? Shu bugundan boshqa iloji yo'q deyapti. Pochchangga bordingmi? Xabar qildingmi? Borsam Norboyevcha ikkovlari o'tirishgan ekan. Aftidan Norboyevcha sholi poyasini sotib, pul olib kelganga o'xshaydi. Sen darhol borib ayanga xabar bergin, men hozir boraman dedingiz. To'g'ri bunda keldim. Yaxshiyam boqib ketib qolmagan ekansiz. Bo'lmasam o'lardim xalloslab. Jonim qolmadi-ya, aya. Jonim qolmadi. Nima balo bo'lib bugun chiqadigan bo'lib qopti? Aya, suqmazorga borishmaydiganga o'xshaydi. Uy ko'rarga borishar ekan. U yerdan kech qaytmaydimi? Vaqtni g'animat topadi-da. To'yi ham yaqin shekilli-da. Ha, qizdan qo'rqishib har nima tez bo'lganga tushishdi ular. Qizam har nima vaqtni g'animat ko'rib qoldi, aya. Bizga ham vaqt g'animatda. Bo'lmasamchi, aya, bo'lmasamchi. Menga qara. Tez borib bu qizni bu yerga olib kel. Tez bo'l. Bo'pti, aya. Ketdim. Faqat ehtiyot bo'l. Aya, Tojixonga siz ham yaxshilabgina tayinlab qo'ying, ha? Bo'ldi, bor. Qani qizlar, bir duo qilaylik. Vaqt ham allamahal bo'lib qoldi. Ilohi amin. Bir ketmas davlat kulib gul tugaylik. 5 kunlik bevafo dunyodan o'ynab kulib o'taylik. Allohu akbar. Toji, labbay. Qo'y. Ya, to'rvasi bo'lib qana. Ya, bu qiz ko'rgan ketgan-a, aytgancha. Mana o'sha mushkani qara, qo'y. Seni bu yerda o'tirsin deb, men o'zim sen uyda poyla o'tirmoqchiman. Sora aytmasa qara o'tiraman. Beli bukilmagan qog'ozlar hammani ham hushini uchiradi. Qancha yuboribdi? Ha. Hozir bexabar 175 so'm yuborgan ekan. Gapi eshitib bilan tili tag'lagiga ko'ndaga tushib ketdi. Sen bundan parvo qilma. Hammaga o'sha qizimizni qo'limizga tushib qolishida pul hali somon paysa bo'lib qoladi. Ammo endi biz bismillah ochdi. Namuncha shoshilinch bo'lmasa, hech qanday tayyorgarlik yo'q-ku. Sanjib tur. Men bunday qilaman. Qizi tildan otasiga bir xat yozdiramanki, ya'ni meni o'z sevganimga bermaganlaring uchun men ham achchiqqa achchiq qilib, Mobur fohishaxonasiga bir yigit bilan qochdim. Biz endi bu dunyoda emas, balki oxiratda ko'rishurmiz. Ovora bo'lib qidirmanglar, ovora bo'lasizlar. Tanaga taqdirda o'tiringlar. Allohu akbar. Paranji. Hoji, nafi. Ehtiyot bo'linglar. Iloji boricha mast qilinglar. Bo'ldi, sen xotirjam bo'lavergin-a. Toja. Nafi. Sen shu yerda o'tir. Voy gap, xatni men yozib kelaman. Agar kelib qolsa, men bu uyga olib kirasan.
bekitasan, xo'pmi? Urug' qaynatasan, ichiga nima solishni o'zing bilasan. Mana u narsani oshga solasan. Bo'ptimi? Oy, biram ochilib ketsin. Voy kimsiz? Voy biroq baringda, biroq qiladi. Qilamiz. Kelavering To'laxon. Kelavering mana. Kelavering. Rustambek qani xolajon? Rustambegingizni o'zi tayin qilgan joyi shu. Nima gumonsiraysiz? Ishonmaysizmi? Orqamizdan hech kim Gapirim. Orqamizdan hech kim poylamadimi xolajon? Yuragim hali ham bosilgani yo'q. Farishta ham sezgani yo'q bolam. Biz shaharni bir chetiga kelib o'tiribmiz. Ana eshikdagi oyim kimlar? Qaysi? Anularmi? Voy, Rustambekjonning qalin bir o'rtoqlarining xotinlari bo'ladi, bolam. Siz bu yoqqa o'ting, ko'chaga. Ko'rpachaga keling. Keling ko'rpachaga o'tiring. Charchagansiz, ko'chadan kelib yur. Nafasimni rostlab olsam bo'ldi. Xolajon, garajimni qaytarib bering. Xolajon, qaytarib. Oyog'imni qaltirog'i hali ham bosilgani yo'q. Nimaga shu choqqacha Rustambek yo'q? Rustambek? Men borib so'rab ko'raychi. Men ham boya peshinda kelganimcha-da bolam. Hozir Bir kosa sovuq suv olib keling. Suvsadingizmi? Bir kosa suv sizdan aylansin bolam. Hozirda, hozir. Tavba. Qaydan qayga kelganimni birida bilmadim. Oyog'im yurdi, ko'zim hech narsani ko'rmadi. Yo'lda uchraganni ko'rish u yoqda tursin. Kiprigimni har biri jallod akam bo'lib ko'rindi. Ay Xudoyim. Men nima qilib qo'ydim o'zi? Nimaga shu choqqacha Rustambek yo'q? Bugun bir balo bo'lib kelmay qolsa, men nima qilaman? Qayerga boraman? Yana o'sha jallod aka. Rahimsiz ota-onalarning oldiga boraman. Yo'q, o'lganim yaxshi. Voy, ayiz aylansin sizdan. Ayiz o'rgilsin. Xush kelibsiz jonim, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum. Qani mehmon? To'rga. Qani? Biz tomonlarga bir kelib qolibsizlar. Qani bu yoqqa. Suv so'ragan ekansiz. Ha, bizni suvlar qursin. Buzuq bir turli. Buni ustiga choy ham yo'q ekan. Yo'q. Qani. Ko'rpachaga o'tiring jonim, ko'rpachaga. Hozir xolamlarni qo'shnilarga yubordim. Kelib qoladilar. Ha, aytgandek.
Ozgina o'rik suvi qaynatgan edim. Ichasizmi? Mayli. Obke. Dasturxon. Oling jonim. Chanqovingiz bosiladi, oling. Yashang. Ko'p yashang. Rahmat jonim, rahmat. Xudoga shukr. Siz hech tashvish tortmang jonim. Bu savdo hammani boshida bor savdo. Bu kunlarni men ham boshimdan o'tkazganman. Hozir Rustambek keladi. Ochilib gulday yozilib o'tiring. El oyog'ini poylab kelmasa bo'lmaydi jonim. Bor yo'g'i sizni o'ylaydi. Bo'lmasa yuragi yonib turgandir. Kelib qolsa juda ham yaxshi bo'lardi, xolajon. Keladi, albatta keladi. Xotirjam bo'ling. Juda ham mehribon ekansizlar. Kuygan yurakka sovuq suv ichma deganlar to'g'ri ekan. Boshim battar aylandi. Voy jonim, nega boshingiz aylanadi? Ha, charchagansiz jonim, charchagansiz. Ko'chalarimiz qursin, qing'ir qiyshiq bo'lmang. Hozir o'tib ketadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, uyaltirmang qo'shnijon, uyaltirmang. Uyaltirmang. Voy, hozir o'tib ketadi. Osh degandiz damlab qo'ydim. Olib keling. Hozirda. Kim xolajon? Kim? Kim bo'lardi? Rustambek jonim, Rustambek. Xolajon. Siz kim? Xolajon. Yo'q, siz tashla. Yo'q, xolajon. Meni qo'yib yuboring. Meni tashlab ketmang. Xolajon. Meni tashlab ketmang. Xolajonim. Aylanib ketay sizdan. Xolajon, meni yolg'iz qoldirmang. Meni yolg'iz qoldirmang, xolajon. Meni tashlab ketmang, xolajon. Meni nima qilib qo'yding? Shovqin solmang. Foydasi yo'q. Siz meni mol o'g'risi demang. Men jamol o'g'risiman. Sizni bir qo'lga tushirish uchun oylab yer tishlab, qon yig'lagan Norboyevachchaman. Siz endi oxirgan kishingizni ko'ra olmaysiz. Siz faqat men bilan bo'lasiz. Tuzuk. Otamga kishi yuboring bo'lmasam. Yo'q. Shuncha aldandim yetar, endi yo'q. Axir siz bugun uyingizga qaytib kelmaydigan bo'lib chiqmaganmisiz? Qaydan bilasiz? Siz mendan bexabarsiz. Men siz yuragingizdagi hamma gapdan xabarim bor. Men Rustambekni deb chiqdim. Rustambekni deb chiqdim. Men sizni kuydim. Kul bo'ldim. Yugurganlik emas, buyurganlik deydilar. Meni ishqim Rustamnikidan ilgariroq ekan. Bugun bizga javob bering. Ertaga bir gap bo'lar. Bugun javob bering. Javob bering. Yo'q. Bir daqiqaga ham toqatim yo'q. Marhamat. Şayet ki seni düşümde görsem
Mümkün bekam. Bekam, menga xizmat yo'qmi? buvijon. Sizlar bilan o'ynab kulib yurgan chog'larimni shunday sog'indimki, o'ylaymanki kuya jigarlarim kuyundi bo'lgandir. Koshki gunohlarimni kechirishlaringizni biror ishongan kishim aytsa edi, supurundilaring bo'lib turishga ham rozi bo'lardim. Bu iflos g'urbatxonaga ko'nmay nima qilayki? Xudoyimning rahmati ota-ona, qavm qarindosh, el yurt, sevgim tushgan, bo'yim tushmagan Rustam begimdan hammaning dargohidan ronda bo'ldim. Qildim hammasini nodonligimdan o'zim qildim. Lekin sizlar ham sabab bo'lmay qolmadinglar. Aziz do'stlar, netay baxtinim xarob bo'lganga yig'layman. Azizimdan tirik o'lmay judo bo'lganga yig'layman. Azizimdan tirik o'lmay judo bo'lganga yig'layman. Vafosiz yor debon tushdim, bu dardu bedavolarga. O'limning vahmidan har dam yurak to'lganga yig'layman. Kima izhor etay dardu, g'amim ko'p, g'am guzorim yo'q. Bekam, bir yigit sizni so'rayapti. Pulini xo'jayinga to'lab qo'yganmish. Hech kimni qabul qilmayman. Hech kimni. Xo'p bo'ladi bekam. Darvozam ostonasini bir ko'rsam, armonim yo'q edi. Aziz do'stlar, netay baxtim Xayrli tun bekam. xarob bo'lgan.
Tegma! Sizni o'ldirmoqchi bo'ldi bekam. Qo'yib yubor! Menga qara. Men shu yerda bo'laman. Kimsiz? Qayerdansiz? Bor. Nima dedim? Bundan ehtiyot bo'ling bekam. Kimsiz? Qayerdansiz? Qo'qondan. Qo'qondan. Menda nima ishingiz bor edi? Mana buni tanirsiz. Buni kim berdi sizga? Go'yo bilmaysiz. Bilmadim. Shoshmang. Iltimos o'tiring. Iltimos o'tiring. Qulog'im sizda. Qo'qondan chiqib ketganingizdan keyin Rustambek boshini ko'tara olmay qoldi. Keyin do'stim bilan bir qarorga kelishib, u Boku tomon, men Toshkent tomon yo'l oldik. Sizni axtarib. Xudoga shukr topdim. Avvaliga ismingizdan shubhada qoldim. Lekin kecha hayotchaga chiqqan paytingizda devor orqali ko'rib tanidim. Endi gap bunday. Ne men bilan birga ketasiz? Yo bo'lmasa, do'stimga so'z berganman, uning uchun har narsaga tayyorman. Siz men haqimda nimalarni ham bilardingiz. Avval Norboyvachcha, keyin u meni Mirzarayim qoraga sotdi. Mirzarayim qora esa Yodgor boyvachchaga. Hozir men qulman. Hatto ismimni ham o'zgartirishdi. Xolsxon. Muhabbat bilan g'urbat bir tutsa kishi o'limdan boshqa har kuyga tushmay iloji yo'q ekan. O'zingniki o'ldirishni ham iloji bo'lmagandan keyin xuddi nima qilganingni ham bilmay qolar ekansan kishi. Meni hozirgi ahvolimni ko'rgan kishi har narsa desa rost.
Lekin u tarafini bir yaratgan bilan o'zim bilaman. Shunaqa deng. Bo'lmasa shuncha vaqtdan baqa bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Nega hech bo'lmasa qochishga urinmadingiz? Ilojim bo'lmadi. Atrofimda poliqchilar ko'p. Bu bir bahona. To'laxon, shoshmang. Agar qaroringizdan qaytmagan bo'lsangiz, yuring men bilan birga qochamiz. Siz bu yerdagi odamlarni yaxshi bilmaysiz. Bularning qo'ldan har narsa keladi. Bu yog'ini menga qo'yib bering, siz biron kunni tayin qiling. Sadaqa ratibana bakolo rasulu Sadaqa ratibana bakolo rasulu Xotirjam bo'ling. Tursun. Bir siqim osh qilasan. Tuzingmi? Ha, ko'zingizdan oqish aylansa. Marhamat. Xolis qochib ketmoqchi. Xonavayron bo'ldim, xonavayron. Mamat, seni hamma gaplaring to'g'ri chiqdi. Xolis qochib ketmoqchi. Bir vaqtlar senga aytdim-ku, Qo'qonda xushtor yigiti bor ekan deb. O'sha odam yuboribdi. Endi har nima desang kiprik qoqqan xotin. Menga bir yaxshi maslahat ber. Zo'r bilan bo'ladigan ishni savdosiga qiziqma. Kafangado bo'lasan deb o'shanda to'g'ri aytgan ekansan. Yo'q. Bu qiz zo'rlik bilan bu holga tushgan. Agar uni yoshligidan buzuq qilib tarbiyalansa edi, bu holga tushmas edi. Bori o'limdan qo'rqib payt poylab turadi. Mayli, bu gaplarni qo'yib turaylik. Bir tomondan 1,5 yildan buyon yog'idan bir kap jizzasini ko'rganim yo'q-ku. Erta indin Mirzalayim qora vekselini so'rogi bitib, tunov kuni bir savol xat yuboribdi. 1-moydan qoldirsangiz, vekselingiz protest bo'ladi.
tur og'ayni gaplashib olaylik. Tur gaplashib olaylik. Endi nima qildim? Endi nima qildim? Agar Xudo urib vekselim protest bo'ladigan bo'lsa, qarzimni 10dan 1ga yarim uloq bo'lmaydi. Qara. Mana endi mana shanba ana qochadi. Buni chorasini gapir. Balki sen meni xolisni yaxshi ko'radi. Hech narsa qila olmaydi deb o'ylarsan. Mol achchig'i, jon achchig'i oldida ish deganing nima ekan? Agar meni ko'zim yumiladigan bo'lsa, yoki moli davlatim bo'lmasa bir kunga turarmidi? Shuncha payrovli qo'rqish bilan bo'lmagan endi bo'ladimi? Men senga bir iymoniy sirimni aytaymi? Ayt. Xolisning boshini ishgacha boraman. Aytavr bo'ladigan nima qildiysan? Aniqmi shu? Billohi azim. Bo'lmasa o'zim o'ldiraman. Nomusni boy bergandan ko'ra o'lib ketganim ming marta afzal. Tushunsanchi, Mamat, xolisni o'ldirishdan boshqa chora yo'q. Ara. Devam et. Agar u qochsa, bir tomondan vekselim protest, bir tomondan Mirzarayam qora ikkovimizni turmaga tushishimiz turgan gap. Bu qiz shuni qilmasdan qo'ymasa u. Mayli. Agar ular qochish yo'liga tushgan bo'lsa, mayli qochsin. Agar yo'lda ikkovini ham ishini bajara olsak, bir tomondan qarz qurzimdan yengillardim. Yana bir tomondan turma surmasdan qutulib jonim tinchirdi. Menga qara. Bundan qulay fursat bo'lmaydi, tushunsanchi? Nima deysan, gapirsanchi? Qachon qochmoqchi? Xizmatkorim Tursunboyning gapi bo'yicha xolis u yigit bilan shanba kuniga va'dalashgan. Chunki biz shanba kuni Shohizindaga chiqmoqchi edik. O'sha kuni u yigit meni uyimning orqasiga paranji yopilib kelmoqchi bo'lgan. Endi ikkita paranjilik bo'lsa, birov bilmaydi deb o'ylaganda. Keyin shom xubton aralash uyimdan chiqib, so'qmoq yo'l bilan stansiyagacha borishmoqchi. Stansiyada bir tanish novvoynikida yotib qolib, ertangi oqshomgi poyezd bilan Qo'qonga jo'nab ketishmoqchi bo'lgan. Mana shu. Juda soz. Kishini ajal tortsa chorasini o'zi topar ekan. Qayta bu yaxshi-ku, yaxshi-ku. Nimaga deganingda bir tomondan kechasi o'lishi bilan, bir tomondan dasht yo'li bo'lishi bilan yana bir yaxshi tomoni shuki, ular o'zlari qochib, qo'l oyoqlarini o'zlari bog'lab beradilar. Seni meni shubhadan xoli qiladilar. Ha, aytganda. Mamat. Bu yigit xolisini olib chiqdim deb Qo'qonga xat yozaman deb ketibdi. Men ham bir xat yozsam-chi? Yo'lda maqsadlarimiz boshqa bo'lib, boshqa bir yurtga ahd paybon bog'lab, birga turmush qurish uchun ketdik deb. Nima deysan? Qayta yaxshi-ku. Yoz. Yozaver. Ayib shubha qiluvchini o'zini ustiga tushadi, qo'yadi. To'g'rimi? Men baribir Shohizindaga chiqaman. O'sha kuni
uyimga bir ikkita payloqchi qo'yib ketaman. Senga xabar berganimda o'sha qirni tagidan ikkovga ham go'r qazib turasan. Buni o'zing ham o'sha yerda qara! Ikkoving ham o'sha yerda ishini bajaramiz. O'sha qisqa yo'ldan o'tmasdan qo'shmaydilar. Balki sen meni xolisdan umidvor deb o'ylarsan. Jigargohim ezilib ketdi, Mahmad. Agar meni o'shandan xolis qutqarsang, menga siz sotib ber. Do'stim, mana buni choychaqa qilib tur. Qolgan pullarga ertaga hammasini olib beraman. Agar sen meni o'shandan beg'alva qutqarsang, topganim seniki. Puldan qo'rqma, do'stim. Ey, Xudodan qo'rqmagan seni pulingdan qo'rqarmidi? Endi ket. Rahmat, do'stim. Ket. Rahmat. Ilohi amin. Xudo ishimizga rivoj etsin. Allohu akbar. Rahmat. İş chiqib qoldi, Obod polvon. Tayyor. Kel. Anda tayyor bo'l. Mana bu kiyimlarimni olib kel. Go'r qazisham ish bo'ptimi? Bir emas, 4 ta go'r qazishim mumkin. Ya, bu xotinni o'ldirish menga ham qarz, ham vojib. Lekin ana o mehmon yigitning yuragim qizg'anadi. Negaki u begunoh. Shunchaki ikki oson-osonni bir-biriga qovushtirish payda yuribdi. Hamda bir xotinni mana shu yo'ldan qutqarib, oxiratni, davlatini pok qilmoqchi. Xotin bo'lsa, mana shu buzg'unchlar tufayli vaqtinchalik shu yo'lga kirib turgan edi. Mana endi qochadi. Qo'qon boribmi? İstagani bilan topishadimi? Baribir. Men na yodgor uni izini ko'rmasmiz. Xolis. Seni yoningga yo'latmasliklaring, achchiq gaplaring oxir oqibat kelib o'z qo'limda jon berishingga to'g'ri keldi. Yo, bir hisob qilib ko'rsammikin? Yo'q. Shuncha mol dunyo, maishat bilan yodgorni pashshachalik ko'zga ilmagan xotin sendek bir notavonni etagini tutsinmi? Undan ko'ra senga yodgorni 5-10 tangasi afzalroq. Gunohni biriyam, 11 baribir gunoh. Bu davlat ahlini qilgan kirdikorlarga sen har qadamingda bittadan odam qonini ichsang ham oz. Ish qil. Oxir oqibat g'urbat qamoqlarida chirib ketarsan. Mahmad! Bu yerdaman. Shunaqamsan? Ular kelishyapti. Hozir adashmay kelishyapti. Ana o buzilgan uy yonida dam olib qolishdi.
O'zing ishlaring qarang, qazib bo'ldingmi? Ana tayyor. Yangi qazilgan yerni ko'rib ertaga odamlar bilib qolmaydimi? Qanday bir ablaqsan? Yo'lini topgan chorasini topmaydimi? Ko'mganimizdan so'ng ustiga shox shabbada bilan mayda toshlardan sepib yuboramiz. Bu yerdan o'tgan ammas bilan xolasini farqiga bormaydi-yu, go'r bilan yerni farqiga boradimi? Bu ishimizdan Xudodan bo'lak kishi xabardor emas, bilib qol. Xudo uramansa hech gap emasda. Menga qara. Agar aynigan bo'lsang ayt. Men keta qolay. Yo'q. Har ishda ehtiyotkorlik kerakmi? Ehtiyotkorlik kerak. Kerak albatta. Mamat qachon ehtiyotkor bo'lgan emas. Mamat ehtiyotkor bo'lmasa, bu kungacha yashamagan bo'lardi. Xo'sh, endi men nima qilay? Demak bunday. Meni fahmlashimcha, ular bu yerga kelib albatta to'xtashadi. Chunki yo'l yo'qotadigan joy mana shu yer, tushundingmi? To'g'ri. Menimcha u qizni bu yerda qo'yib, o'zi stansiyaga qarab ketadi. Agar shunday qiladigan bo'lsa, avval qizni, ana undan so'ng ana u yigitning ishini bajaramiz. Ha, sen ana u yigitning orqasidan stansiyaga borgin. Agar u yerda biron bir do'stlar bo'ladigan bo'lsa, darhol menga xabar ber, tushundingmi? Tushundim. Unda boshqa chorasini o'ylab topamiz. Tushundingmi? Yaxshi. Bor. Qo'y. Men ketdim. Bor. Tursunboy. Qani yo'qmi? Mamat. Mana endi hamma ish seni qo'lingda. Sen bir ish qil. Bu qizni bu yo'ldan qaytarishga urinib ko'r. Agar gapingni olsa, qutqarish chorasini izla. Aka! Aka! Yana kimdir kelyapti. Kel. To'laxon! To'laxon! Labbay! Labbay! Yetdik. Qo'g'ona stansiya chiroqlari. Qani? Qo'g'ona. To'laxon, Labbay! endi bunday qilamiz. Stansiyaga yolg'iz o'zim borib kelaman. Tuzukmi? Yo'q. Men qo'rqaman. Yo'q, yolg'iz borib kelmasam bo'lmaydi. Siz shu yerda tura turing. Agar biror sharpa ko'rinsa, uni daraxt tagiga o'tib turing. Bu yer xilvat joy, qo'rqmang, To'laxon. Men bunaqa joylarga o'rganmaganman, qo'rqaman. Qo'rqmang, men tez qaytaman, tuzukmi? Faqat tezroq qayting. Tezroq qayting. Ajoy. Qayoqdan aylanib o'tsak? Bu Bo'ristonmi yoki menga hozirlangan bo'ri? Xolos. Toshma! Kimsan? Nima? Mamat. Ha, men Mamat. Sen qayerdan paydo bo'lib qolding? O'shqima o'lasan. Ushto'rog'iz gapim bor. Xo'p desang, xo'p bo'lmasam shu yerni o'zida seni o'ldiraman-u. Ko'nglimni sendan ham dunyodan ham sovutaman ketaman. Agar gapimga kiradigan bo'lsang, seni o'ldirgani emas, qutqargani keldim. Eshityapsanmi? Qutqargani keldim. Qutqargani keldim deysanmi? Ha, barakalla. Seni o'ldirgani emas, qutqargani keldim. Hozirroq barcha savdodan kechib, men borgan joyga borib, men bilan umr qurishga va'da berasan. Yo'qsa men o'ldirmasam, Yodgor kelib seni o'ldiradi, tushundingmi? Ha. Yodgorim bormi? Ha, Yodgor seni o'ldirgani chiqqan. Agar buni o'ldirsam, sherigi ketib qoladi deb stansiyaga uning orqasidan ketdi. O'tir! Tushunsanchi? Hozir men seni qutqaraman. Hozir vaqt bor. Gapirsanchi, xolis gapirsanchi. Yodgor bizni qochganimizni qaydan biladi? Mana u yigit bilan gaplashib turganingni Tursunboy eshitib, barini Yodgorga yetkazgan. Yodgor meni seni o'ldirish uchun xo'p dimladi. Xolos, agar gapimga ko'nadigan bo'lsang, biron bir shaharga borib umr guzor qilaylik. Agar yo'q deydigan bo'lsang, sherni o'zida seni ham, ana u yigitni ham, Yodgorni ham ishini baravar qilaman. Gapir deyapman, senga vaqt ketyapti. Bo'l! Gapirsanchi! Mayli. Men roziman. Faqat bitta shartim bor. Ayt. Rustombekka borgan ana u yigitni o'limdan qutqizasan. Yo'q. Buni iloji yo'q. Iloji yo'q. Endi meni ham o'ldir, Mamat. O'ldir. Yo'q, xolos. O'ldir. Yaxshi, uni qutqaraman. Lekin sen menga va'da ber. Men bilan ketishga va'da ber. Eshityapsanmi? Nima qilay? Peshonamga
yozilgani sen ekansan. Umrimda bir marta bo'lsa ham o'z yurtimga olib borasan. Oboraman. Oboraman. Avval sen qasamni ichib qo'yasan. Bola ko'rgach, qolgan umrimizni seni yurtingda o'tkazmasam, 30 pora Qur'on o'qisin. Agar mening shu qilgan yaxshiligimga sendan ruxsatsiz bo'lish bo'lsa, 30 pora kerak bo'lsa. Lekin jonim Mamad, o'sha begunoh bechorani o'limdan qutqaz. Sen shu yerda tur. Uni gunohi yo'q, uni o'limdan. Yaxshi, sen shu yerda tur. Shu yerda tur. Gunohi yo'q. Aka, kelishyapti. Qaniga o? Mamat, Sen? ha men. Yodgor qani? Yodgorni ana o yigit o'ldirdi. O yigit o'zi qayerda? Uni men o'ldirdim. Yo'q! Xolis? Yo'q! Yo'q! Mamat nimaga xolis tirik? Kafanga roqligingga tursin. Kafanga roqliging. Mamat! Ol pichog'ingni! O'zingdan ko'r.